Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi 3-mavzumuz paleolit davri xususiyatlari va paleolit davri yodgorliklari. Ee, Bugungi mavzumuz rejasi 3 ta savol ko'rib chiqiladi. Ya'ni ilk paleolit davri va uning o'rganilishi, ilk paleolit davri yodgorliklari va o'rta paleolit davri va uning yodgorliklari. Paleolit so'zi yunoncha so'z bo'lib, paleos qadimgi, litos tosh, ya'ni qadimgi tosh davri degan ma'noni anglatadi. Paleolit davrini davriy sanasi 3 million yillikdan to 12 ming yilgacha davom qilgan. E, Xususiyatiga ko'ra paleolit davri 3 davrga bo'linadi. Ya'ni ilk paleolit, o'rta paleolit va so'nggi paleolit davriga bo'linadi. Paleolit davrini bosqichlari, xronologiyasi davriy bosqichlari 3 bosqichdan iborat. Ya'ni ilk paleolit davri davriy sanasi 3 million taxminan 2,5 million yillikdan to 100 ming yillikgacha. Buni xususiyatiga ko'ra bular ikkita davrga, ya'ni Olduvay davri va Ashel davri. O'rta paleolit davri 100-40 ming yilliklar Mustiye va Levallois Mustiye davri va so'nggi paleolit 40-12 yillik o'sha 12 ming yillik so'nggi muzlik davrini chekinishi. Bu davr ham o'z xususiyatiga ko'ra 3 davrga bo'linadi: Arenyak, Salutri va Madlen davrlariga bo'linadi. Agar biz eng qadimgi davrda geologik tahlil qiladigan bo'lsak, misol uchun yer shari arxeologlar va geologlar, ko'plab olimlarda taxminiga ko'ra yer shari 5 milliard yil oldin yer shari paydo bo'lgan bo'lsa, 5 milliard yil. O'shandan faqatgina 245 million yil oldin, miloddan oldingi 245 million yil oldin dinozavrlar yashagan davrlar. Dinozavrlar 66 million yil oldin qirilib ketgan. Ya'ni ko'p odamlarda e'tiroficha insonlarda dinozavrlar va odamlar yashagan degan fikr bu noto'g'ri fikr. Chunki 179 million yil davomida o'sha katta sut emizuvchilar hisoblangan dinozavrlar yashagan davr. İnson dinozavrlar vafotidan keyin 63 million yildan keyingina paydo bo'lgan. Ee, Yer yuzidagi maymunsimon, ya'ni o'sha Olduvaydan topilgan maymunsimon odamlar 3 million yil oldin paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, hozirgi zamon odami esa, ya'ni Homo sapiens yoki Homo sapiens sapiens, aql idrokli odam 40 ming yil oldin paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha yovvoyi maymunsimon odamlar yer yuzida taxminan 2,5 million yillik hukmronlik qilishgan. Olduvay davri qurollari biz bilamiz 20-asrda 60-yillarda hozirgi Afrikani, Sharqiy Afrikadan Tanzaniya va Keniya atroflaridan o'sha arxeolog, paleontolog olimlar, likilar tomonidan Olduvay dan topilgan o'sha qayroq toshdan ishlangan qo'l cho'qmorlari, inson suyaklari, qo'l cho'qmorlari bundan 3 million yil oldin paydo bo'lgan. Demak, bu inson qo'li bilan yaratilgan. Uni Olduvay davri quroli, qo'pol va dag'al ishlangan. Uning bir tomoniga ishlov berilgan. Qo'l cho'qmorlari bundan taxminan 2,5-2,6 million yil ilgari paydo bo'lib, uni Olduvay davri quroli bo'lib, uning bir tomoniga ishlov berilgan. Siz rasmda ko'rib turgan mana shu toshni ishlash uslubi paleolit davri uslubi. İnsanlar toshdan dag'al, qo'pol qurollar yasab, ular asosan ovchilikda va insonni asosiy yashash sharoitida ishlatilgan. Olduvay davri odamlari asosan termachilik va yirik hayvonlarga to'da bo'lib hujum qilib, ovchilik bilan shug'ullanishgan. Chunki bular o'sha Olduvay davrida yashagan odamlar yirik hayvonlarni pistirma orqali ularni ovlab, o'sha qurollari bilan, qo'llari bilan qurollangan o'sha tosh qurollar bilan bular hujum qilib, ularga ovchilik bilan kun kechirishgan asosan. İlk tosh qurollari Homo habilis, ishbilarmon odam dastlabki qurollarni yaratgan. Homo habilislar, ya'ni ishbilarmon odamlar, chunki o'sha davr yovvoyi sharoitda yashagan insonlar, qadimgi insonlar ajdodlari qo'llari bilan qurol yasashni bilishgan.
Dastlabki tosh qurollar 20 asrning 20-30 yillarida o'sha hozirgi Afrikadagi o'sha Olduvay darasidan topilganligi uchun bu davr tosh qurollarni Olduvay texnologiyasi, Olduvay tosh qurollari deb nomlashadi. Hozirgi kundagi o'sha Afrikani Keniya, Efiopiya e, dan 2,5 million yilga oid bo'lgan ko'plab tosh qurollar. Demak, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, Homo habilislarni ilk vatani, insonlarni ilk vatani bu Afrika. Keyinchalik insonlar sekin asta Yevroosiyoni boshqa hududlarga taqala boshlaydi. Shunga o'xshash eng qadimgi odamlarning qoldiqlari hozirgi Rossiyani Krasnodar o'lkasi, Shimoliy Kavkaz, Qrim hududidan Olduvay davriga oid tosh qurollar topilgan. Yana guvoh bo'lishimiz mumkin. Olduay darasining quyi qatlamidan taxminan 1,8 1,7 million ilgari yashagan Zinjantrop odami 1960 yilda 60 yillarda Louis Leakey tomonidan topilgan va bundan 1,7 1,6 million yil ilgari ikki tomoniga ishlov berilgan qo'l cho'qmorlaridan foydalana boshladi. Bunday qurollar arxeologiya fanida chopperlar deb nomlanadi. Bunday qurol dastlab hozirgi Fransiyaning Saint-Ashel makonidan topilganligi uchun bu davr texnologiyasini qurollarda Ashel davri deb nomlanadi. Bunday qurollar taxminan shu 1,7 1,6 million yil ilgari Afrika hududidan paydo bo'lib, keyinchalik Yevropaning boshqa qismlariga, Yevrosiyoga tarqala boshlagan. Old Osiyo hududida 1 million yil oldin, Yevropa hududida esa taxminan 750 ming yil oldin tarqalgan qurollar va inson qoldiqlari, ya'ni antropologik materiallar topilishi O'rta Osiyoning esa hozirgi o'sha Selang'ur g'oridan topilgan. Ya'ni biz taxmin qilishimiz mumkinki, O'rta Osiyo ham qadimgi insonlar tarqalgan sivilizatsiya beshigi sifatida. Uzoq Sharqda bunday qurollar topilmagan, hozirgi o'sha Uzoq Sharq hududi, Janubiy Sharqiy Osiyoda. Mana o'sha rasmda ko'rayotgan daryodan topilgan o'sha daryo toshi, bir tomoni ishlov berilgan tosh qurollar chopper, ikki tomoniga ishlov berilgan qurollar chopping deb nomlangan. Afrikada qit'asida, Yevropaning ko'plab qismlarida, Kavkaz orti hududlarida, Yevrosiyoning boshqa hududlari, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo hududlaridan ham ko'plab mana shu davrga oid, Ashel davriga oid qurollar topilgan. Olimlarning fikricha, Ashel davri odamlari olovdan foydalanishni bilishgan. Bu davr odamlari tik yuruvchi odamlar qatoriga kirib, Yevropada Ashel davrini, ya'ni Abevil madaniyati ham deb atashadi. Bu 1,5 million yil ilgari boshlangan davr. 20-asrning 20-30 yillarda Fransiyaning Abevil shahridan topilgan tosh quroli o'sha Parij yaqinidagi Shel shahridan topilgan qurolga nisbatan qadimiyligini isbotlab berdi va bu Abevil texnologiyasi. Mana ko'rib turganinglar qo'l cho'qmori inson qo'li bilan shu holatga keltirilgan, lekin dag'al anchagina qo'pol qurollar. Mana o'sha chopping tosh quroli, bu ham ko'plab hududlardan topilgan qo'l cho'qmori. Bu qo'l cho'qmori tasvirda ko'rib turganlar, bu Selang'ur g'oridan topilgan. Ashel davriga oid bir muncha taraqqiyotga erishilgan, chaqmoq toshdan qurol yasashni o'rgana boshlashdi. Asosan bu qurollar siqcha va qirg'ichsimon qurollarligini ko'rsatdi. Bu davrda odamlar olovdan foydalanishni bilishdi. Ov payti nayzani tig'iz sifatida tosh qurollar ishlatilib, asosan bigizlar ham o'sha davrdan yasash boshlandi va bu bigizlar asosan kiyim-kechak, ya'ni hayvon terisiga ishlov berishda foydalanib va o'zlariga po'stin sifatida foydalanishgan. Chunki sovuq iqlimli hududlarda albatta inson o'zini yashash uchun kurashgan. Mana shu yerda mavzumizni davom etamizda, paleolit davrini 4-mavzumizda xudo xolasa sizlar bilan davom etib hozircha shu yerda to'xtatib turamiz.